İstanbul Safaköy'e joylashgan Qutatqubilik Uyg'ur kitobxonasining ommaviy taratquv hisobida bildirishicha, 2023 yili 14 mart kitobxonaga kelgan bir qancha saqchi ishkilik kod yo'q deganni bahona qilib Uyg'urcha kitoblarni musodir qilib ilib ketmoqchi bo'lgan. Bu uchur tarqalgandan keyin nurg'un Uyg'ur kitobxona oldiga yig'ilib qarshilik ko'rsatgan. Bu jarayonda saqchilar ba'zi Uyg'urlarni urib yaralandırgan. Qarshiliklardan keyin saqchilar musodir qilib mashinaga silib bo'lgan kitoblarni qaytarib bergan. Ma'lum bo'lganidek, Sharq Turkistonda Uyg'urcha kitoblar cheklanib, avtorlari turmalarga tashlanmoqda. Chet elda Uyg'ur madaniyati, tili va adabiyotini qo'g'dash uchun bu kitoblarning ba'zilari qayta besilgan. Bu xil ahvolda nashr huquqi masalasi ko'rilish tabiiy ahvol bo'lsa-mo, saqchilarning bu xil zo'ravonlikni qabul qilgani bo'lmaydi. 12 mart kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrining atrofidagi Arzu nomli cho'ng restoranda Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining navbatdagi 10-qurultayi o'tkazildi. Uningga Qirg'izistonning Cho'y, O'sh, Issiqko'l viloyatlaridagi va Bishkek ham uning atrofidagi Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan yezilardan 485 Uyg'ur vakil qatnashdi. Shundaqla Qirg'iziston Xalq Assambleyasi kengashining tarkibidagi asonliq millatlar vakillari mo mazkur qurultayga qatnashdi. Qirg'iziston Uyg'urlari qurultayni jamoatning hammadan muhim yig'ini deb biladi. Har 4 yil ichida Qirg'iziston Uyg'urlari orasida qurultay o'tkaziladi. Qurultayda Tursuntay Salimov Qirg'iziston Uyg'urlar ittifoq jamiyatining yangi raisi bo'lib saylandi. Amerika Avam palatasining Cumhuriyetçiler partiyasi a'zolari Xitoyni Hollywooddan qovlab chiqarishni maqsad qilgan qonun loyihasi sundi. Parlament a'zosi Mark Gerinning ishxonasi yaqinda kommunist rejimning tahrirlashga qatnashishini darhol to'sish nomli qonun loyihasini qayta o'tirib qo'yganligini, bu qonun loyihasi Hollywoodning Xitoyning tekshirish tuzumiga bosh egishini to'sishni maqsad qilganligini bildirgan. Avam palata a'zosi Mark Gerinning aytishicha, 117-navbatlik parlamentda ekran qonuni o'tirib qo'yilgandan buyon Xitoy kommunist rejimi Amerikada fikr erkinligini tekshirish urinishlarini kuchaytgan bo'lib, u so'zining oxirida yana Kompartiyaning kinochilik sohamizni tashviqot quroli qilishga yo'l qo'ymasligimiz kerak degan. Amerika, Angliya va Avstraliya o'rtasidagi yadro suvosti paraxod kelishimi Xitoyning kuchli noroziligiga uchirdi. Egilishicha, uch davlatning Xitoy tahdidiga qarshi AUKUS kelishimi doirasida Avstraliyaga yadro energiyalik suvosti paraxodi o'rinlashtirish planlangan bo'lib, bu Xitoyga qarshi bir qadam deb qaralgan. Amerika prezidenti Joe Biden, Avstraliya bosh ministri Anthony Albanese va Angliya bosh ministri Rishi Sunak Kaliforniyadagi Nuqta Loma dengiz armiya bazasida ko'rishib, ularning AUKUS yadro suvosti paraxodi turiga qo'shilganligini e'lon qildi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bu uch davlatni dunyoni o'zining shaxsiy manfaati uchun xatarlik yo'lga boshlash bilan aybladi. Xitoy noposining qirilish masalasi sababli pensiya yashini o'stirishga tayyorlik qilmoqda. Xitoy odam kuchi boyligi ministrligining bir amaldori pensiya yashini asta-asta ko'paytirish planlanganligini e'lon qildi. Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev Rossiyaning Ostona turishliq bosh elchisi Alekey Borodovkin va Xitoyning Ostona turishliq bosh elchisi Jang Xiao bilan ko'rishdi. To'qayev Rossiya prezidenti Vladimir Putinning bu yil Qozog'iston ziyorati va kuzda Kostanayda o'tkaziladigan rayonlar aro hamkorlik munbirining muhimligi to'g'risida to'xtaldi. To'qayev Xitoy bosh elchisi bilan ko'rishganda, mayda Xitoyning Shiyanda o'tkaziladigan O'rta Osiyo Xitoy boshliqlar yig'inining muhimligiga diqqat qildi.